o'ngga, chapga, o'ngga, chapga ko'ryapsizlar, bu mana shunaqa holatda ishlaydi. Bu hozir qo'yib qo'ygan gradusim 180 gradus bo'ladi, o'rtoqlar. Bu Hunter'ni PGG degan modeli bo'ladi, o'rtoqlar. Buni suv sepish masofasi o'rtacha 5 metrdan 11 metrgacha suv sepadi. Mana bu o'zi nasatkalari bor. Mana shu nasatkalarni almashtirganingizdan keyin o'zingizlarga kerakli masofaga qo'ysanglar bo'ladi. Hozir menga bitta zakaz tushgan xaridorimizdan, o'shalarning loyihalarini qilyotgandim. Ular aytdilarki, iloji boricha kamroq meksikanka ishlatish iloji bormi dedilar. Mana hovlilarning razmeri 10 metrga 10 metr edi ularda. Shu narsaga iloji bor aka, mana shu narsa bilan dedim. Shundan ikkita dona qo'yamiz, hovlingizni hamma joyini sug'oramiz desam, xursand bo'lib ketdilar. Lekin mana hozir sizlarga ham shu narsani ko'rsatib bermoqchiman. Qaranglar. Mana qizil doiralar bor-ku. Bu ikkita doira turibdi. Bu meksikankalarning o'rni bo'ladi. Masalan, ko'k chiziqdagi tarafi mana hovlini o'zi ko'ryapsizlar, mana shu holatda yopib sug'arib beradi, ya'ni 90 gradusga qo'yiladi. Ikkinchi tarafi ham xuddi shu holatda qo'yiladi. Mana ikkitagina meksikanka bilan 10 metrga 10 metrlik joyi gazonlarni sug'arib qo'ysa bo'ladigan qilib loyiha qilib beryapmiz. Ularga kerakli narsa nima bo'ladi? Mana bir va ikkita meksikanka bilan ishlari уже hal bo'ladi. Endi bu narsani o'rtoqlar avtomatika qilib biratoladi dedilar. Avtomatika ham o'zi aslida oson narsa, qiyin joyi yo'q. Bilasizlar, avtomatikamiz mana Rainpoint Wi-Fi orqali, internet orqali boshqarish imkoniyatini beradi yoki bitta vaqtga belgilab qo'yadigan bo'lsanglar, o'sha vaqtda o'zi sug'arib qo'yaveradi. Bo'ldi, sug'arish haqida esingizlardan chiqarib yuborasizlar o'rtoqlar, shu narsani qo'yganingizdan keyin. Ular aytdilarki, meni uyimda davleniya yaxshi dedilar. Davleniya yaxshi bo'lgan hisobiga ko'chadan kirayotgan suvga mana buni ulab qo'yiladi. Bo'ldi, bu klapin bo'ladi, avtoklapin. Kerakli paytda belgilangan vaqtda suvni o'zi ochadi va gazonlarni sug'arib, o'chirib qo'yadi o'rtoqlar. Endi bu narsalar narxini по-любому sizlarga bu narsa qiziq bo'ladi, bilaman. O'shaning uchun ham kelinglar, narxlar to'g'risida ham ozgina sizlarga ma'lumot berib ketaman. Qaranglar. Bu ham meksikanka nech pul turadi? Bu o'rtoqlar hozirgi paytda 200 ming so'm turadi. Bu klapinimiz 325 ming so'm turadi. Bu 1 million 300 ming so'm turadi o'rtoqlar. Undan keyin mana ham ko'rib turganinglardek, tayyor, tez qotiradigan PP push fittinglarimiz bor-ku. Bu 32 razmerdagi bo'ladi. Bunga 32 talik turba bilan tortilishi kerak bo'ladi, chunki bu springlerlarning suv rasxodi katta bo'ladi. O'shaning uchun ham 32 talikning narxi hozirgi paytda 40 ming so'm chiqyapti o'rtoqlar. Ita bo'lsa nech pul bo'ldi o'rtoqlar? Javobinglarni kommentariyada kutaman. Joninglar sog' bo'lsin.